Bu universitetda Putinni o'zim bitirib chiqqan, Medvedev, Pavlov, shularning hammasi shu universitetni bitirib chiqqan insonlar. Men ham shu yerda o'qiganman. 2013-yil men O'zbekistondan o'z xohishim bilan Ukraina o'qishga topshirganman. Dnepropetrovsk shahrida 6 yil davomida o'qib, bitirib, endi bitirgan vaqtlarimizda Covid vaqtina to'g'ri ekan, distansionni shu yerda ekzamen topshirganman klinik ordinaturaga. Rossiyani 3 tane universitetine, 3'sini ham girganman. Haftaning ichida 3'si ham menga telefon aytganlar, 3-inchisidan ham siz muvaffaqiyatli qabul qilindingiz. Bizlarga o'qishga kelishingiz mumkin deb. Men shu vaqtda Sankt-Peterburg davlat universitetini tanlaganman. Lekin men eng birinchi kasbim направлением urologiya bo'lgan. Bu yerda 4 oy urologiyada o'qidim. O'qigandan keyin endi pandemiya davrida to'g'ri gap qoldi. Grensiyani kechib o'tib turib Rossiya borishga to'g'ri gap qoldi. Borib bilmadim chunki grensiyalar ilik. Undan keyin o'z xohishim bilan atchisleniya etishim to'g'ri keldi. O'z xohishim bilan o'qishni tashlab O'zbekistonga qaytib keldim. Keyin 1 yil armiyada служить etib, armiyani o'tab, keyin опять O'zbekistonda turib yana topshirganman. Rossiya universitetlarini va shu vaqtda nega qabul qilinganman? SPBU deb aytiladi, Sankt-Peterburg davlat universiteti. Bu top mingtalik universitetlarni 200-o'ringa kiradi. Rossiya bo'yicha esa 2-o'rinda turadi. Moskovskiy государственный MGU deb aytiladi. MGUdan keyin men o'qigam SPBU kiradi. Bu yerda eng qiziqi uni Yekaterina II bilan Mendeleyev jadvalini yaratgan odamlardan eslatib, o'sha ikkisi ochgan universitet bo'ladi.